Turkiston jadidchiligida e'tibor beradigan bo'lsak, ularning ijtimoiy tarkibi xilma-xilligini ko'ramiz. Shu jihatdan, shu boisdan ham Turkistondagi jadidchilik harakati ko'lami jihatdan juda keng va g'oyaviy jihatdan juda muhim masalalarni ko'targanligini ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, yana bir narsani inobatga olish kerakki, biz ko'pchilik jadidlarning nomini bilmasligimiz mumkin, lekin jadidchilik harakati degan yani mana bugungi kunda ham ko'tarilayotgan masalalar ichida jadidchilik harakati namoyandalarining ham naqadar qamrovi keng ekanligini ko'rsatib beradigan manbalar borki, bularning ichida o'sha Buxoro yoki Samarqand, Toshkent, Farg'ona jadidchiligi deb oldin aytilgani kabi ana shu hududlardan juda keng qamrovli jadid namoyandalari bor edi. Ana shulardan biri masalan o'sha xon avlodlaridan bo'lgan Said Muhammad Temurbekni olishimiz mumkin. Bevosita o'sha xon avlodidan bo'lishiga qaramasdan uning keyingi faoliyati bevosita o'sha jadidchilik harakatida davom etganligini ko'rishimiz mumkin. Uning hayot faoliyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u 1884-yil Toshkentda tug'iladi. Bizga ma'lumki, 1876-yildan keyin Qo'qon xonligi tugatilgandan so'ng xonlik, ya'ni Xudoyorxon avlodlari Toshkentga keladi. Undan keyin bir qismi o'sha Orenburgda va undan keyingi xonning hayoti ancha Turkiston general gubernatorlik tomonidan o'sha nima deydi, ma'lum bir cheklovlar yoki ma'lum bir ta'sir doirasiga olinganligini ko'rishimiz mumkin. Ana shu jarayonda ularning bir xon avlodlarining ko'pchilik qismi o'sha Toshkentda yashardi va o'sha 1884-yilda tug'ilgan Said Muhammad Temurbek bevosita o'sha Xudoyorxon avlodlaridan bo'lgan Muhammad Aminbekning o'g'li edi. Bu oilaning o'sha 3 farzandi bo'lib, bularning birinchisi kattasi Nuriddinbek, o'rtanchasi o'sha Temurbek hamda kichigi Malikbeklar bo'lgan va har uchalasini ham hayot faoliyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Nuriddinbek, Said Muhammad Nuriddinbek ham Said Muhammad Temurbek ham jadidchilik harakatining faol namoyandalari deyishimiz mumkin. Malikbek esa bevosita ana shu gimnaziyada o'qiyotgan paytida muzga yiqilib tushish sababli keyinchalik o'sha ana shuni ta'siridan vafot etadi va uning qabri bugungi kunda o'sha Minor qabristoniga qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Said Muhammad Temurbekning ta'limiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha Muhammad Aminbek va Ro'yi Havas xonim onasi, ya'ni Ro'yi Havas xonim ularning ta'limiga juda katta e'tibor bergan va oilada dastlabki o'sha islomiy bilimlarni olgan bo'lsa, keyinchalik unga muallim yollashadi va shundan so'ng u eski maktabda va rus tuzem maktabida 3-4 yil, undan tashqari o'sha gimnaziyada o'qigandan keyin o'sha Peterburgda Lazarov nomidagi o'sha kadetlar maktabida ta'lim oladi va bu jarayonda u ana shu kadetlar maktabida o'sha harbiy shifokor sifatida shakllanadi va u 1914-yillarda Turkistonga qaytgan vaqtida bu joyda dastlabki faoliyatini o'sha shifokorlik faoliyati bilan davom ettiradi, ammo keyinchalik o'sha jahon urushi boshlanishi va birinchi jahon urushining boshlanishi va bunga Rossiya imperiyasining kirishi natijasida harbiy bo'lgan Said Muhammad Temurbek ham ana shu frontga yuboriladi, ya'ni Oq gvardiya tarkibida va 1916-yilga qadar o'sha Rossiya imperiyasining g'arbiy frontlarida xizmat qiladi. Ammo 1916-yilda yaralanganligi sababli keyin front ortidagi xizmatga yuboriladi va 1916-1917-yillar mobaynida front ortidagi, ya'ni o'sha paytda bilamiz, Nikolay II tomonidan mardkorlik olish farmoni asosida bir qator turkistonliklar o'sha urush ortiga yuborilgandi va ana shularning orasida keyinchalik o'sha rus tilini bilganligi, qolaversa shifokor bo'lganligi uchun ham ana shu front ortidagi xizmatda bo'ladi. 1917-yil Turkistonga qaytgandan so'ng bevosita mana bu yerdagi o'sha jadidchilik harakati namoyandalariga qo'shilib ketadi. Hatto ularning o'sha maktablarida dars ham beradi. Xususan o'sha Munavvar qori bilan Said Muhammad Temurbek juda yaqin bo'lgan.
ana shu jarayonda fevral inqilobi ro'y beradi, undan keyin oktyabr to'ntarishi voqealari yuz beradi. Shu jarayonda Said Muhammad Temurbek Turkistonda tashkil etilgan o'sha Sho'royi Islomiya jamiyatining a'zosi bo'lib kiradi va uning faoliyatida ishtirok etadi. Sho'royi Islomiya faoliyati bilan birgalikda Said Muhammad Temurbek o'sha 1919-21-yillar davomida o'sha maktablar va o'rta ta'lim muassasalarida o'sha o'zining avvalgi o'sha mutaxassisligi, ya'ni kasblardan bo'lgan o'sha shifokorlik sohasi yo'nalishida maktablarda ta'lim berganligini ko'rishimiz mumkin. Sovet davlati endi bizga ma'lumki, o'sha davrda Turkistonda mustahkamlab borayotgan siyosati jarayonida nafaqat boylarga qarshi, ikkinchi tomondan o'sha dinga qarshi siyosati mana bu Said Muhammad Temurbekning faoliyatini ham cheklab borganligini ko'rishimiz mumkin. U nemis ayoliga uylangan edi, biroq Said Muhammad Temurbek oilasida farzand bo'lmagan va ana shu yolg'iz o'tishga majbur bo'ladi. O'sha nemis ayoli bilan oila qurib 1935-yilgacha bo'lgan davr mobaynida hayot kechirishadi. 1929-yildan keyin o'sha ziyolilarga qarshi ta'qibning ortishi bizga ma'lumki, o'sha Munavvar qorish, ya'ni Milliy Ittihod ishi bilan kuchayib boradi. Natijada o'shanda dastlab 87 kishi qo'lga olingan edi. Keyingi jarayonlarda esa mana shu ziyolilarni o'sha qatag'on yanada ortganligini ko'rishimiz mumkin. Shu jarayonda Said Muhammad Temurbek ham ayni o'sha Milliy Ittihod ishi doirasida NKVD tomonidan 1934-yilda qo'lga olinadi va tergovga tortiladi. Yoshi katta bo'lib qolgan o'sha Said Muhammad Temurbekni o'sha NKVD idorasi, qolaversa o'sha mahbuslar qamoqxonasidagi jismoniy, ruhiy o'sha qiynoqlar, zo'ravonliklar uning ham ruhiyatiga ham jismonan o'sha yosh ulug'ligiga hisobga olgan holatda 1935-yil o'sha qamoqda u kasallikdan vafot etadi. Biroq uning garchand ko'p keng qamrovli faoliyat olib bora olmagan bo'lsa-da, lekin ayni o'z davrida o'sha jadidchilik harakati uchun mana bunday shaxslarning mavjudligi uning o'sha g'oyalarini amalga oshirishga va uni qamrovini kengayishga katta imkoniyatlar yaratib berganligini ko'rishimiz mumkin.